Biz yangi mavsumni boshladik. Endilikda Gruziya davlatiga hosil mineral o'g'it mahsulotlarini ishlab chiqarmoqdamiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hosil 1057 mahsulotimizni issiqxonalarda va bog'dorchilikda keng qo'llanishining asosiy sabablaridan biri tarkibidagi azotni transport vazifasi va kaliyning yuqori konsentratsiyasi hisoblanadi. Mahsulot hosil markasida ishlab chiqariladi, issiqxonalarda keng qo'llaniladi. Shu mahsulotimizni odatda gektar hisobiga bog'dorchilik ekinlariga kuz mavsumida solish tavsiya etiladi. Ya'ni kuzgi ishlov davrida chopiq qilish yoki yerni shudgorlash davrida shu mahsulotni gektar hisobiga 25 kilogramdan 100 kilogrammgacha bog'dorchilikda tavsiya etiladi va keyingi yil hosili uchun zamin yaratadi. Issiqxonalarda esa mavsumda 2 marotaba yoki 3 marotaba ekinlar ekilishiga qarab turib mevalarning pishib yetilish davrida keng qo'llaniladi. Ya'ni tomchilatib sug'orish orqali ekinlarning bargidan suspenziya holatda berib boriladi. Gektar hisobiga issiqxonalarda 25 kilogramdan mahsulot tavsiya etiladi. Kaliyning yuqori konsentratsiyasi mevalarning ta'mini, rangini va vaznini sifatli ko'rinishga olib keladi. Ushbu mahsulotimiz makroelementlar mujassam bo'lgan azot va kaliyli NK o'g'iti hisoblanadi. Ushbu mahsulotimizda 1% azoti, 57% yuqori konsentratsiyali kaliy mavjud. Kaliyning vazifasi o'simliklarda suvni tartibga soladi va mevalarning pishishi, sifati, ta'mi, rangi va og'irligiga samara beradi. Azot esa ushbu jarayonlarda transport vazifasini bajaradi va hosildorlikni yuqori ko'rsatkichlarni ta'minlaydi. Hosil markali ushbu o'g'itimizni odatda suvda 100% eriganligi sababli issiqxonalarda, dalalarda, bog'dorchilikda keng qo'llaniladi. Gektar hisobiga o'rtacha issiqxonalarda ushbu mahsulotimizni 25 kilogramdan tavsiya etiladi. Fermerlarimiz va iste'molchilarni ushbu mahsulotimiz nima tomonidan o'ziga jalb qiladi? Ya'ni tomchilatib sug'orish yer maydonlari egalariga juda qo'l keladi. Sababi gektar hisobiga 25 kilogram yuqori hosil olish uchun yetarli hisoblanadi. Kukun holidagi ushbu o'g'itimiz erish xususiyati juda yuqori hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu mahsulotimizni paxtaga, g'allaga va issiqxonalarda keng qo'llaniladi. Issiqxonalarda asosan mevalarni pishib yetilish davrida samarali hisoblanadi. Bargidan ham qo'llasa bo'ladi.